Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana saralangan 7 dona velosipedimiz keldi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ideal holatda. Ramadan mazassalari bor, Vilkadan mazassalari bor. Mana shu holatda keladi Germaniyadan. Mana orqa g'ildiragi o'zida bo'ladi. Orqa g'ildiragi bu yoq tomonda turibdi. Saralab ichida yaxshi-yaxshilarini terib olinadi. Misol ichida yomonlari ham bor. Unaqalari endi olmayman. Sababi endi uni ertaga klientga sotish bor. Uyaltirib qo'yadi. Bulari saralangan holat, yaxshi holatdagilari mana. Hammasini oldi g'ildiragi yechilgan. Mana bu tomonda turibdi mana g'ildiraklari mana. Bittasini baloni yo'q, ikkitasini ko'yib olgan mana. Qolganligi bor hammasi. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Bu medallari, egari, pedali shunaqa narsalari bu. Idishga solib qo'yilgan mana shu holatda. Mana ko'rishlaringiz mumkin переключательlari mana 7 ta скоростli. Kirellari ham mana shu holatda keladi mana. Mashlar hamma joyda original o'ziniki. Almashgan joyda bo'lmaydi bularni. Kimga shunaqa sifatli, yaxshi velosipedli kerak bo'lsa murojaat qilinglar. Xudo xolasa buni ham tayyorlab hammasini videolarini qo'yaman. Kimga shunaqa sifatli velosipedli kerak bo'lsa pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Like va podpiska boshingizdan chiqmasin. O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatimiz bor. Vodiy bo'yicha o'zim borib beraman. Toshkent voha tomonlarga kelishuv asosida dastavka qilib beraman. Pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Telegram, WhatsApp, Imo hammasi bor. Pastdagi nomerda bemalol murojaat qilaverasizlar.